Hammaga salom. Bugun bizning xonamizda obzor. Bu bizning xonamiz va bu xonani biz noldan o'zimiz yig'ib chiqdik. Lustragacha. Bu lustralargacha hammasini biz o'zimiz noldan qildik. No, maksimal byudjetni variant qilishga harakat qildik, chunki biz yangi uyga xudo xolisa ko'chamizda. Bu hozirchaga bo'ladigan qilib. No, mebelni eng yaxshisini oldik. U bizga yillar davomida xizmat qilishi kerak. Bu bizning shkaf. Bu tabaqalmani kiyimlarim turadi, chunki kiyimlarim juda ham ko'p. Bularniki narada garderobda turadi. Bu bizning kravat, tombochkalarimiz, svetильникlarni juda ham arzonga sotib oldik. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, hammasi bitta komplektovni, hammasi komplekt bitta. Bitta model. Biz bunga keyin bitta ko'rayotgan bo'lsangiz, kir kiyimni tashlash uchun idish oldik. Juda ham joyimiz kam bo'lgani uchun qatta joy topib shuncha qilib qo'ydi. Bu bitta yaxshi turibdi biro'ja. Pardamizga keladigan bo'lsak, maksimal yevropeyskiy qilishga harakat qildim va zo'rni bo'lishni xohlagan edim, lekin meni to'g'ri tushunishmadi. Chut boshqacharoq qilib qo'yishdi. Ko'rayotgan zolotistый rang bo'lgan karniz o'zi qora bo'lishi kerak edi. Mayli, u допустим, mayli zolotistый bo'lib qoldi degan taqdirimizda ham bizga eng ko'p yoqmayotgan narsasi, tashlaymanki ko'proq yoqmayotgan narsasi o'rtadagi mana shu pardasi. Biz buni olamiz. Olgandan keyin o'rtasidan oqni ikki tarafdan bo'lamiz va o'rtada o'zi pustoy joy, biz o'rtaga kartina qo'yamiz. Bu esa bizning xonamizdagi eng sevimli joyimiz. Biz bu yerda kechki paytlar mana bitta kinoni qo'yib olib, iPadda kino ko'rib o'tiramiz. Divanimizda juda ham udobni. Bu yerda o'tirsak, keyin turgimiz kelmaydi. Bu yerda uxlab ham qolaveradilar. Bu o'zi kattaroq, lekin yarmi sig'madi bizga. Xolos shunaqa bizga maksimal xonamizda yoqadi. Shinamgina, kichkinagina hamma narsani biz o'zimiz qildik. Mebellarni hammasini Aykadan oldik. Bizga juda ham yoqdi hammasi va albatta bu bizga uzoq yillar davomida xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Shunaqa gaplar.